Bugungi obzor Mirzo Ulug'bek rayon Akademgorодок mahallaga kelganmiz. Orientir IT park. Bu uyimiz 3,6 sotuv, 400 kvadrat. Uyimizda 7 ta xona, 6 ta sanuzel, 3 ta 4 ta mashina kirishga joy, kattagina zelen zona. Uyimizga kirayotganda prixojga ahamiyat beringlar, qanaqa umumniy решение. Uyimizning kattagina hol qismi постоянно o'tiradigan joy. Uyimizning kattagina zali lyustralari bilan sizni kutyapti. Uyimizdagi umumniy решенияларdan bittasi bu общий sanuzel, гостевой, mehmonlar kelganda. Birinchi etajli spalnyani o'zini sanuzeli. Uyimizning birinchi etajli spalnyasi o'zining sanuzeli. Uyimizda oshxonadan также letniy kuxnyaga o'tsa bo'ladi. Da aytgancha bizning oshxonamiz уже tayyor. Ikkinchi etajda bizda 5 ta spalnya, 2 ta master spalnya, 2 ta детская и kabinet. Ikkinchi etajga chiqqanda chap qo'ldagi birinchi master spalnya o'zining sanuzellari bilan etajda garderobga joy qoldirilgan. Bizda bu yerda ikkinchi master spalnya o'zining sanuzellari bilan etajda kattagina garderob uchun joy qoldirilgan. İkinci etajimizdagi 2 ta детский xona и ularga общий sanuzel. İkinci etajimizdagi oxirgi 5-xona. Buni leba kabinet, leba spalnya qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Uyimizning podval qismiga ham tushib oldik. Podval qismimizda bu yerda в принципе kinoteatr qilib qo'ysangiz bo'ladi. Televizorni мягкий zona qilib. И также podvalda 2 ta xona и отдельный xona котельный uchun. Uyimizda 7 ta xona, 3,6 sotuv, 400 kvadrat, narxi esa 520 ming. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilinglar.